Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda, demak, ChatGPTni tekinga olish usulini o'rganamiz. Ya'ni 1 yilga tekinga olish usulini, demak, videoni boshladik. Birinchi o'rinda, demak, ChatGPTni ochib olamiz. Xo'p, brauzerdan, Chrome brauzerdan bo'lishi kerak. Ochib olasizlar. Keyin login qilasizlar. Ya'ni telefoningizda ishlatib turgan joylardan login qilasizlar. Men login qilganman. Login qilishni bilsanglar kerak har holda. Demak, birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi, nima kerak bo'ladi? Biz extension qo'yib olishimiz kerak. Ya'ni xo'p, hozir ko'rsatamiz. Demak, men расширение bo'limiga o'tamiz. Demak, перейти в internet magazin. Shu joydan, demak, bizga Indian VPN kerak bo'ladi. Demak, VPN. Xo'p, mana buni yuklab olamiz. Demak, uстановить qilamiz. Uстановить qilganimizdan keyin xo'p, mana o'zi oddiysini bir ko'rsatib qo'yay. Mana перейти на Go qilsam. Xo'p. Demak, bu yerda men $5 turibdi. Demak, $5 turibdi. Demak, shuni tekin qilishni ko'ramiz hozir. Buning uchun, demak, boyagi tashlab olganimizni men buni закрепить qilishimiz kerak. Indian VPN. Hindistonda, demak, tekinga ChatGPT beryapti ekan. Hozir again continue connect to VPN qilamiz. Xo'p. Bo'ldi. Demak, ulandi. Bunga bitta обновление berib yuboramiz. Ya'ni Indiana VPN'ida ishga tushishi uchun. Demak, endi shu joydan mana бесплатное предложение mana o'zi chiqdi. Mana Go qismi 0 bo'lib turibdi. Demak, получить бесплатное предложение qilamiz. Готовим план. Hozir chiqib qolsin. Demak, chiqdi. Shundan keyin biz India kartasini, demak, qo'shishimiz kerak. India kartasini qayerdan topamiz desak, xo'p, sayt ochib qo'yganman, demak. Xo'p, random kart deganda mana basic advanced bin degan joyga, demak, mana bu boshlang'ich kodni kiritamiz, keyin generatsiya qilib beradi bizga. Xo'p. Random bo'lsin, mayli. Generate qilamiz mana. Demak, generatsiya qilib berdi bizga. Xo'p, birortasini olamiz. Mana shunisini olamiz. Visa karta demak. Xo'p, qayerga ketdi u? Mana tepada. Mana Google Chrome, demak, qo'ydik. Mastercard chiqarib berdi, demak. Yilini ham o'sha saytdan ko'ramiz. Yili, demak, 05/2028 ekan. Mana 05/28 qilamiz. Demak, CVC kodni ham chiqarib beradi. CVC kod mana bu 261 bo'ladi. Demak, kopiya qilamiz. Bu yerda mana pasta qilamiz. Bu yerga endi bizga Indiyani oti kerak bo'ladi, demak. Ya'ni birorta bir hindistonlik odamni, demak, ismi kerak bo'ladi. Xohlagan ismingizni qo'ysangiz bo'ladi mana. Rohib Mehra deb yozamiz. Juda zo'r topdimmi? Xo'p, undan keyin, demak, India adres kiritamiz. Xo'p, yo'q, uni qilmaymiz. Mana shuni bosamiz. Adresni qayerdan qilamiz, demak. Adres uchun ham alohida joy kiritganman. Demak, mana shu saytdan, demak, olsak bo'ladi adresni. Mana va Dodara degan shahar ekan. Shuni kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Xo'p, mana
Maharajja degan joyi. Hop. Edit adres. Demak, mana shuni bosamiz. Yo'q, bo'ladi. Hozir. Demak, mana shuni copy qilamiz. Bo'ldi. Tushdi, tamom. O'shani copy boshqa mana memorandum qilib qo'yamiz. Demak, Capital Cinema mana shuni copy qilamiz. Hop, Gorod degan joyga mana bu yerda copy qilganmiz. Mumbai. Demak, pin kod, zip kod degani mana pin kod. Mana shunisi. Hop, shtat qaysi bir ekan endi? Shtat Maharashtra ekan. Hop, qaniydi? Ketdi bu. Mana chiqib ketdi sразу. O'xshasin. Человек. Bo'ldi, o'xshadi menimcha. Tezroq ochib bersin. Mana. Теперь вы подписаны на ChatGPT Go. Bo'ldi, biz tekinga 1 yillik ChatGPT oldik. Video yoqqan bo'lsa, like bosing mayli, yoqmagan bo'lsa mayli dislike bosing. Kanalimiz rivoji uchun demak, menga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qo'yaman. Hammaga kattakon rahmat. E'tibor uchun rahmat.